Endi leksiyamiz, vaziyat to'g'risi leksiyamiz Shangan to'g'risida bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Bugun esa 2019-yil 7-oyning 17-kuni chorshanba. Mavzu bunda. Shangan xalqining o'tkazib berish qonuniga qarshi turish namoyishi hamma yerda chechaklashga boshladi. Ya'ni Shangan xalqi Shangan shahrining hamma yerda qo'zg'aldi demakchi. Qaraganda uzun muddatlik tirkishish bosqichiga kirdi. Mavzuda xabar 7-oyning 16-kuni Amerika ovozidan Xitoy programmasi e'lon qilindi. Bundan boshlab Shangan xalqi Shanganlikni Jungoga elib berib sot qilish mumkin bo'lgan qonun o'zgartishiga qarshi elib berib o'tgan qarshilik ko'rsatish namoyishi navbatda hamma tarafda chechaklash, ya'ni Shanganning hamma tarafida ko'tarilish va butun Shanganning har qaysi joylarida ko'tarilish namoyish qilish bosqichiga kirdi. 7-oy kirgandan boshlab Shanganlikqa qarshilik ko'rsatishi Shangan oralarining sirtidagi Jiolong, Shatian, Shangshu rayonlariga kengaydi va o'tgan qatimqi tashkillik namoyish qilishga o'xshamaydigan bir xususiyatga ega bo'ldi. Shanganda 6-oyning 9-kuni million kishilik namoyish, 6-oyning 12-kuni qonun chiqarish organini qo'rishovga ilish, 6-oyning 16-kuni 2 million kishilik qor kiyimliklar namoyishi qatorli namoyishlar xalq orasidagi kishilik huquq tashkilotlari qo'zg'agan va o'rinlashtirgan namoyishlar. Bundan burun 2014-yilda ko'tarilgan Junxuanni egallash harakatining butun oxiri nihoyatda qattiq tashkiliy rahbarligi bo'lgan harakatli va namoyish. To'rbatlarda istihiyalik faoliyat qilish boshlandi. Ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyue qonun o'zgartirish loyihasi tugashdi deyish orqali qonun loyihasini chekindirish talablariga taqobil turmoqchi bo'ldi. Namoyishchilar maxsus mustaqil tekshirish komiteti qurmoqchi bo'ldi. Zo'ravonlar degan jinoyatni chekindirib ketishni talab qilishdi. Qo'lga olinganlarni qo'yib etishni, ortgan jinoyatlarni ham bekor qilishni talab qilishdi va umumiy saylanma o'tkazish talablariga Lin Jingyue yo'q farqidan chora bilan taqobil turmoqchi bo'ldi. Neticede Torbettir'de Shangan yaşlı karşılık ko'rsatish namoyishini butun Shangan shahri 18 ma'muriy rayonga kengaytmoqchi bo'lishdi. Uzun muddat davomli namoyish qilish umid qilishdi. Butun Shangan xalqini uyg'otdi. O'xshashlik o'tkazib berish qarshi turish namoyishi siyosiy partiyalar va guruhlar rahbarlik qilmaydigan bir holatda butunlay to'rbatlarda birlikda sahnaga chiqish, salonga kirish, maslahatlashib, muhokama qilib, o'xshash tunish hosil qilib, bu to'g'ri chor tarqitishdi. Undan keyin Facebook, Instagram qatorliq ommaviy matbuotlar orqali keng ko'lamda fikr tarqatdi. Harakatni tashkillash, suv, ichimlik va ta'minlash, jiddiy qutqizish, orqisab moddiy bo'yum, mulozimat ishlarida Shanganlik xolis ishlovchilar va xolis taqdim qiluvchilar, iona beruvchilar o'zining atag'anlarini bu namoyishlarning oldiga tashladi. Tunishtiruvchilarning so'zlariga asoslanganda ishni bunday o'rinlashtirish buriladilar. Namoyishga qatnashgan ommaning qo'zg'alib namoyishga qatnashishiga qulaylik yaratib berdi. Önemi pek yaxshi bo'ldi. Tashkilotchilar bunda ko'rsatdi. 7-oyning 7-kuni 7-oyning 7-kuni Jiolongda o'tkazilgan
zor namayışqa 230 ming kishi qatnashdi. 7 ayning 14-kuni Angirak, Shingen shahriga yaqin Guangzhou, Shangshu qatorliq joylarda o'tkazilgan namoyishlarga bir necha 10 ming odam qatnashdi. Erkinlikdan ayrilib qolishni xohlamaymiz dedi Shangangda. Yakshanba kuni Shotiyanda namoyish qatnashgan bir necha nafar tartib saqlovchilar mundaq ko'rsatdi. Shangang xalqi navbatda intayin g'azablandi. G'azablanish 2014-yili Junxonni egallash mezgilidagi g'azablanishdan olqib ketdi. Bularning ichidagi birisi mundaq dedi. Junxonni egallash umumiy saylovni qo'lga keltirish uchun elib berilgan namoyish edi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.